Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar Guardian oilasi? Bugun PUBG Mobile'ga yangi Mumio ayiq kompanioni qo'shildi. Ay, nima deyapti bu? Kompanioni haybatligini qaranglar. Hozir esa qancha yuz ketishidan qat'iy nazar, mana shu qora Mumio ayiqni olamiz do'stlar. Buni real yasab qo'yishibdi-yu. Ko'zlari ham yonib turarkan yangi Mumio qo'shildi-yu, qora Mumio. Xuddi o'sha Mumioni kompanion ayiq varianti do'stlar. Buni olish kerak. Buni olamiz. Manda buni lednik ayig'i bor ekan, bu ledniki, bu esa mumiosi, prosta gap yo'q. Bu yerda esa 200 samoniyada turadi, bu oddiy ayiq, bu ham zo'r. Va bu yerda narsalar o'zi bundan oldin qaytganda mana bu lednik ayiq bilan men bularni уже olib bo'lganman, lekin menda hozir maqsad mana shu qora ayiqni olish. Unda gap cho'zib o'tirmaymiz, openkesi boshlaymiz. Qani 10 yusiga propustit bilan bam bosib yuboraysiz. Okey, короче ko'ramiz. Qani necha yusiga tushadi bugungi openkesimizda mana shu qora Mumio ayig'i necha yusiga tushadi? Chiroyli da haybatli PUBG Mobile zo'r qilib yasab qo'ygan, prosta nereal menga vashi yoqdi, lekin chiroyli. Buni olib qo'yish kerak, chunki men xudo xohlasa akkauntimda yaqinda qora Mumio olaman. Qora Mumiolar qani olganim yo'q. 200 ming yusiga openkes qilaman, videosi chiqadi. Qora Mumio olaman, Shedevr, Ferrari olaman, shularni olib openkes video chiqaraman. O'sha payt qora Mumio kelgan paytda mana shu qora kompanion, ya'ni ayiq kompanioni nerealni turadi do'stlar. Buni olib qo'yish kerak. Qani bam. Okey. Qani 270 yusiga davay o'rta bizga arzonroq yusiga chiqarib bersa zo'r bo'lardi. Va Guardian oilasi, men videoni boshidan hali like, obuna so'ramadim. Esimizdan chiqib qoladi. Biz endi insonmiz, esimizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Men shu narsani sizlarga eslatib qo'yaman. Albatta, haligacha videomizga kimlar like tugmasini bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini fisiy qilib yondirib qo'ying. 1-avgust kuni mana tug'ilgan kunim. 1-avgustgacha mana shu kanalimni men 1 million 50 ming obuna chiqmoqchiman. Bu uchun yana 15 ming obunachi kerak. Shuning uchun hammamiz obunani bosib qo'ysak juda ham xursand bo'lardim do'stlar. Do'stlar, mana shu videoni televizordan ko'rayotganlar bo'lsa ham, qo'limizga shunday pultni olamiz va erinmasdan like-chani bosib qo'yamiz. Rahmat kattakon, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Erinmasdan televizordan like bosganingiz uchun kattakon rahmat. Telefondan like bosganingiz uchun ham rahmat. Kompyuterdan ko'rayotganlar sizlarga ham kattakon rahmat. Tetrisdan kim ko'ryapti? Bundan oldingi videomizda bitta obunachimiz yozibdi. Aka, men konditsionerdan ko'ryapman. Qanday like bossa bo'ladi deydi. Gap yo'q. Bu yerda ayg'ini oldik. Rahmat o'rtoq. Qaranglar, men misol uchun mana shuni sotib olsam bo'ladi. 1000 ta moneta problema emas. Lekin kontent bo'lishi uchun, obunachilarim maza qilib ko'rish uchun men 100 saflayman, 100. Qani menga qiziq necha yusiga chiqishi. Menga mana shu narsa qiziq. Mana shu ayiq necha yusiga chiqadi? Yashigini olish kerak-da do'stlar. Mana yashik turibdi, mifический yashik. O'shani tushirish kerak. O'sha yashigidan biz xohlasak lednik ayiqni olamiz, xohlasak Mumio ayiqni olamiz. Lekin men albatta Mumio ayiqni olaman deb. Chunki Mumio ayiq menda yo'q. Tushdi do'stlar, tushdi. Necha yuz ketdi? Ana omad bam! Voy. Do'stlar, bo'ldi, openkesimiz tugadi desam, lekin ishonmanglar, yana openkes qilamiz, lekin necha yusiga tushirdim. Vashi zo'r tushdi, Guardian oilasi. Vashi omadli bo'ldi-yu. Nerealni bola, nerealni. Albatta kimga shunaqa omadli, ishonchli yusi kerak bo'ladigan va arzon yusi kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zim yusi magazinimni tavsiya qilaman. Bu kardinal yusi silkasi mana shu videoning tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, bizni original yusi magazinimizga kirib, arzon, ishonchli narxlarda yusini xarid qilib olasiz do'stlar. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat. Mana do'stlar, so'z isboti bilan kardinal yusining omadini ko'ryapsizlar. Atigi где-то 1,5 ming 2 ming yusi atrofida ketdi. Aniq qancha yusi ketganini kommentda yozib qoldiringlar do'stlar. Biz esa ayiqni olsagan bo'ladi уже. Prosta vashsha omadli bo'ldi. Ketdi, endi boshqa kesi ham ochib ko'raylik. Endi yana yusi saflaylik. Naruto Ultimate kesini ochib ko'raman. Ketdi, Naruto Ultimate kesi do'stlar. Bu yerdan hammasini oldim, lekin yana omadimni sinab ko'rmoqchiman. Let's go! Bam! Prisel berdi. Rahmat o'rtoq, rahmat. Qani 540 yusi va kardinal oilasi, men Telegramda 50 ming konkurs boshlaganman. Kirib qatnashib qo'yinglar, juda ham oson. Mana shu videoning tagida. Okey.
Konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanaliga kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan postning ustiga bosib, bu yerdagi 4 ta kanalimizga tirs obuna bosib chiqib va obuna bo'lganingizdan keyin qatnashdim tugmasini bosasiz, bo'ldi. Siz konkurs qatnashuvchilari ro'yxatidan joy olasiz. Men esa konkursimni do'stlar 28-iyul kuni, ya'ni bir haftadan keyin tugataman. Kirib qatnashib qo'yinglar. Mana shu konkursimizda kim yutib olsa ham mazza qilib akkauntini kuchaytirib beramiz. Akkauntiga bir 50 ming tashlaymiz. 50 ming tashlaganimizdan keyin qora mumiyolar olamiz. Mana bu yerda animelar qo'shilgan animelar olamiz. M316 Ferrari'larni olib, taqoy qilib akkauntingizni kuchaytirib beraman do'stlar. Sizga Abdushi yurakdan maslahatim, kirib qatnashib qo'yinglar, chunki bu oddiy konkurs emas. 50 ming bu 50 ming tashlaymiz, 70 ming bo'ladi. 70 ming bu $900 pul bo'ladi. Siz $900 shundoq havodan yutib olasiz. Konkursda esa hammaga omad. Bitta Abdushi maslahatim, agar siz konkursimizga qatnashmasangiz, rahmat, hech nima yuta olmaysiz. Agar konkursimizga qatnashib qo'ysangiz, sizda yutish uchun shans bo'ladi 1% bo'lsa ham. Agar qatnashmasangiz 100% yuta olmaysiz. Shuning uchun qatnashib qo'yinglar, hammaga konkursda omad. Va material berdi. Omadli bo'lmayapti-ya. Boshqa keysni ochib ko'ramiz, ketdik. Hozir ayiqni ham olamiz. Menda уже oldim-u. Endi bu yerdan men bu Narutoning keysini ochib ko'rmoqchiman bir. Qani bir omadimizni sinab ko'raylik qani. Ketdi qanim, bu yerda 360 ekan. Bir 3-4 marta ochib ko'raman. Agar hech nima bermasa, boshqa keysga o'tamiz. Hech nima bermasa, boshqa keys ochaman PUBG. Shu uchun ber. Qani bam. Bermadi-ku. Qani 360 web kameramni tepaga qo'ysam, sizlarga ko'rinmayapti-da mana. Qulayroq qilib joylashtirib qo'yaman kameramni. Qani bam. 360 aqalli bir mifikmi, legendarkasinimi berib vor. Bam. Men legendarka dedim. Oxirgisi bersang berding, bermasang boshqa keys ochaman PUBG. Bersang ber, bermasang boshqa keys. Bam. Bu yerdan omad kelmadi. Qani mana bu bitta keysni ochib ko'rmoqchiman. Hech qachon mana shunaqa qizil kristal keys kelganda 540 ga ochib ko'rmaganman. Chunki qimmat keys arzimaydi puliga deb ochib ko'rmaganman. Qani bitta ochib ko'raylik, qani mana shu keysni nima berar ekan. Rostdan ham puliga arzimaydi, buni qaranglar. 540 yusimizni oldida, lekin oddiy kristal beryapti. Arzimaydi, ochmaylar buni, ochmaydi. Okey, buni ochmaymiz. Qani Mumio 30 ga Mumio berib yuborsam, men kontent qilmoqchiman 200 ming ga Mumio, Ferrari va boshqa keyslarni ochmoqchiman 200 ming sarflab. Agar Mumio berganda kontentim buzilardi. O'sata Mumioni esa 200 ming ga open keys qilamiz. Endi yana qanaqa keyslar bor? Horror Ultimate, Honor bola. Honorni ochib ko'raylik. Qani 600 ga. Tak, bu yerda 10 ga bam. Bu yerda 600 ga. Men Honorni ham olishim kerak-da. Men 200 ming solgan paytim Honor ruletkasini ham ochishim kerak, lekin qarab, 3 marta ochib ko'raman. Agar 3 martada ham hech nima bermasang, boshqa keysga o'tib ketaman. Shu uchun davasi 3 marta ochgan paytim menga yaxshi narsa bergin, mazza qilib obunachilarimiz ham ko'rib, bir omad yo'ping keys bo'lsin. Ana 100 yillik omadim ayiqni kompaniyaga ketib qoldi-da. Ishonaveringlar, 100 yillik omad kompaniyon ayiqga ketib qoldi. 2000 ga biz ayiq chiqarib qo'ydik. U vashshiy omadli bo'lib qoldi. 3-chi edi. Oxirgisi bersang berding, bermasang men chiqaman. Naruto'ni ochaman, Naruto Ultimate ochaman. Qani, hoppa. Bo'ldi. O'sha gap, men qarochi bola 10 yillik omadimmi Mumio ayiqga ishlatib qo'ydim. Endi men omadim kelmaydi shekilli. Qani mana, agar omadim kelmasa, ko'ramiz. Material berdi. Men zo'r bo'ldi. Material kerak, lekin material kerak bolalar. Qani bam. Hech nima bermadi. Mana omadim ketib qoldi. 10 yillik omadim ishlatib yordim. Qani yana bitta bam, oxirgisi. Bersa berding, bermasa, anime berib yordim. Qanday bir voy omadli bo'lib ketdi-yu. Omadli bo'lib ketdi do'stlar. Shu joyda haligacha like bosmaganlar, albatta mana shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz ham albatta like bosib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Erinmayla like bosishga. Mana shu videoda ham bir 25 ming, 30 ming like ko'rsalar, juda ham xursand bo'lardim. Vashshi omadli bo'ldi. Ana omadim ketmagan ekan. Omadim shu yerda ekan bolalar. Naruto'ni ham chiqardi, lekin ikkita moneta berdi. Men buni 6
ta monetaga sotib olgandimda, 6 ta monetaga olgandimmi? Yo, buni ruletkadan chiqardim. Yana ruletkadan chiqarib berdi mana shu animeni. Prosta yap yo, zo'r bo'ldi. Bundan oldingi Naruto Ultimate'ini ochgan paytim obunachilardan so'ragandim, komment yozib qoldiringlar, qaysi mifikni olay. Ko'p kishi mana bu Sasuke Uchiha bilan mana bu yerda Madarani aytdim. Shu ikkita mifik juda ham ko'p ovoz yig'ildi va 3-o'rinda mana bu mifik ovoz yig'di. Keyin mana bunisi yig'di. Biz esa 1-o'rinda mana shu Sasuke'ni sotib olmaymiz, sovrin yo'ldan olamiz va berdi. O, zo'r. Bu men nechinchi mifigim? 1233 mifik. Bo'ldi do'stlar, mana Sasuke'ni oldik. Hozir yana sovrin yo'lini ko'tarib 25-level qilsak, yana bitta mifik tekinga olamiz. Ya'ni biz 500 yusiga sovrin yo'lini sotib olganimiz uchun bizga tekin ikkita mifik bu juda ham zo'r. Okey, Sasuke'ni oldik. Endi esa bu yerga chiqib olgan mana bu yerdan oyog'imizni olamiz. Bam. Biz albatta mumiyosini olamiz. Bam. Oy oy oy, assalomu alaykum, mumiyo ayiq. Nerealni ketdi, bitta o'yin ichida ham ko'rsatdik do'stlar sizlarga. Qani o'yin ichida qanaqa turar ekan bu ayiqcha? Oy oy oy, vashshe chiroyli. Bu lednikdan ham chiroyli ekan. Mana bu ledniki, mamnaqasi ham bor. Bu uy battle'da mamnaqasi qo'shilar ekan, bizda esa mumiyosi bor. Bu chiroyli ekan hammasidan ko'ra. Bam qo'yamiz. Qani ibi kattaligini qaranglar bu ayiqni. Nima deyapti bu ayiq? Bu o'yin ichida ham shunaqa katta ko'rinadimi? Katta o'yin ichida ko'rsataman. O'yin ichidagi ayiqni qaranglar. Do'stlar, o'tirgan payt bo'yin bilan bir xildash uzunroq ham bo'lib qolyapti bu. Vashshe katta ekan, lekin vashshe chiroyli do'stlar. 2100 ga olgan bo'lsa arziydi, даже ortig'i bilan arziydi. Nerealni omad yopangiz bo'ldi. O'yin ichida ham zo'r ko'rinar ekan bu ayiqimiz. Bo'ldi, o'yindan chiqamiz. Endi xudo xohlasa bitta qora mumiyoni olsam, vashshe full set bo'ladi, zo'r bo'ladi. Va qarang, o'ylasa o'sha gap, agar sizga arzon, omadli, ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zim UC servisini tavsiya qilaman. Bu Cardinal UC silkasi mana shu videoni tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, bizning original UC magazin Telegram kanalimizga kirib, arzon, ishonchli narxlarda UC ni xarid qilib olasiz. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat va juda ham muhim eslatma, men Telegramda 50 ming UClik konkurs boshlab qo'yganman. Unga ham kirib qatnashib qo'yinglar. Juda ham oson, mana shu videoni tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosib, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib, bu yerdagi atigi 4 ta kanalimizga tirsiz obuna bosib, konkursga qatnashdim tugmasini bosib qo'yasiz. Bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy olasiz. Men esa bir haftadan keyin 28-iyul kuni streamda hammani ko'zini oldida mana shu Telegram konkursimizda kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming UC tashlab, 170 ming UCga akkauntingizni takoy qilib kuchaytirib beraman do'stlar. Kirib qatnashib qo'yinglar. Konkursga qatnashgan har bir obunachimga omad tilagan holda asta-asta omadli openkeys videomizni ham o'z nihoyasiga yetkazamiz. Va haligacha videomizga kimlar like bosmagan bo'lsa, albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroq tugmasini afsiya qilib yondirib qo'ying. Men videoni boshida va'da bergandim, mana shu ayiqni qancha UC ketishidan qat'iy nazar olaman deb va va'damni ustidan chiqdim do'stlar. Albatta like, obuna bosib qo'yinglar. Kattakon rahmat. Televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz ham erinmasdan pultni qo'lingizga olib like-ni bosib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Qarang, o'ylasiz, siz menga like bosingiz, obuna bo'ldingiz, shuncha qo'llab-quvvatladingiz. Kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videogacha ko'rishguncha bye bye do'stlar. Kommentariyada Ramik tizza deb yozib qoldiringlar, chunki bugun uxlab qoldi, tizzalik qildi do'stlar.